Tayyor turinglar. Hozir men sizlarga 2 xonali domni puliga 4 xonali zo'r hovli ko'rsataman. Aniq bilaman 2 xonali domingizdan zo'r variant. Men variantni bitta ko'ringlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yangi qurilgan oppoqqina travertingli 1.9 sotix yer maydoniga ega. Mana bu alohida fontanlarga ham baho qo'yib ketasizlar. Ukalar xohlasanglar zelený zonaga foydalanasizlar, xohlasanglar fontan qo'yib yoki bo'lmasa qanaqadir sharsharadan suv oqib turadigan bir joyga qo'ysalar bo'ladi. Ukalar xullas oshxonasi, spalnisi, hamma xonalarga tashqaridan kirib chiqiladi. Men birinchi turgan xona bu mehmonxona bo'ladi. Tashqari uchun hojatxona, kotelxona ham shu yerda joylashgan. Hovliga berilib tomosha sig'adi. Mana bu men turgan joyga yoqib tapchani zona qilib qo'ysanglar, yozgi kunlar mazza qilib bolalar o'ynab yurishiga ham katta joy qoldirilgan. Ukalar variant yomon emas. Haqiqatan tan olish kerak, variant zo'r. Narxi $63,900. Hoziroq kech bo'lsa ham telefon qilib, kelib ko'rib, narxini savdolashib, tekshirib baraka qo'ringlar ukalar. Lekin variant zo'r haqiqatan. Bitta ko'ringlar. 4 xonali 1.9 sotix $63,900. Xonadon manziliga keladigan bo'lsak, Toshkent postdan kirganlar 50 yillik mahallada, shundoqqina yo'l yuzida 40 metr ichkarida joylashayotgan okalar ikkinchi liniyada. Egalarga aloqaga chiqib, tepasida narxni savdolaysiz.